20. Baxtning o'tkinchiligi va davlatning turoqsizligi aytiladi. Oy to'ldi, orzu tilaklariga to'liq erishdi. O'tkinchi baxt qerib, orqa yo'likini yiqitdi. Yana bu haqda bilimlik dono yaxshi aytgan. Ne'mat tugal bo'lsa, kishi nesivisiga erishalamdi. Aql teg'i buningdanmi yaxshiroq so'zlab, ne'mat tugal bo'lganda ömürmü tugaydi deydi. Bilimlikning bu so'zi bakmi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'zi bilimsizga ko'zdir. Töven tushgan ko'tariladi. Ko'tarilgan mo töven tushidi. Yo'rig'an o'chidi, mangan to'xtaydi. Har qanday ish o'z kamolatini kutadi. Kamolatga yetgandan keyin yana tövenge yanadi. Oy to'ldi, tilikiga tugal erishdi. Tiriklikni tugatdi, mol mulki qoldi. To'lg'an eyi yana kichiklashga boshladi. Nurliq yozi qahriton qishqi yondi. Bir-biriga mos mizojlar o'zaro zidlashdi. Biri kuchayib, uchini besib tushdi. Mizoji aynidi, tamoqi tetiqsiz bo'ldi. Ruhi eg'irlashdi, kesal uni qattiq tutdi. Mizojlari buzildi. Kuchi kemaydi. Tolchiviqdek tuz qomati töven püküldü. Egri kesal kelib, uni tutdi va yerga yiqitdi. Mungluq ingrab to'shakka kirib yotdi. Teviplar toplandi, tomirini tutdi. Buning nemi kesal ekanligini aytib berishdi. Ba'zilar endi uni qon tutibdi, qon tomirini echib qon eqitish kerak deyishdi. Ba'zilar surgi ishkuzish kerak, ichi qetibdi, uni bo'shtish kerak deyishdi. Ba'zilar julab qo'shib so'g'uqlik qildi. Ba'zisi keraklik shirni sharbat hozirlab berdi. Hech davo to'g'ri qolmadi, hammani qildi. Nima ravo bo'lsa shuni berdi. Foyda qilmadi. Kesili kundan kunga ig'irlashdi. Kunsiri kuchi xo'ridi, aqli ojizladi. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarning sarxilidir. Mayli mumya qat, mayli tiryoq ishlat, mayli matridos bilan churni so'qib ba, mayli tevib chaqir yoki qom keltir, o'limga yuzlanguchiga hargiz davo foyda bermaydi. Ey tirik yurguchi, g'ofil bo'lma. Tirik ekansan, oxiri senmi o'lasan. Ali oy to'ldining ahvolidan xabar topdi. O'limning xabarchisi kesal uningga qo'l uzatgan edi. Ali oy to'ldining holini so'rab keldi. Ali kelib uni yotgan ahvolda ko'rdi. Alining oy to'ldiga savoli. Ali so'radi. Hozir ko'ngling qandoq? Nima kesal bu? Uyqun qandoq? Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi dedi. Ey davlatman Ali. Meni shundoq bir kesal tutdiki, uning davosi yo'q. Eyim to'lin edi. To'linligi kemaydi. Tabiitim alohida edi. Endi bu esillik ketdi. Tuqqan kunim shodlik bilan chiqatdi. Endi kunim petish oldida turadi, tunlarim yo'rimaydi. Shodlik g'ururim bo'lgan tiriklik o'zini ib qochdi. Turoqsiz dunyo mendin yuzini o'ridi. Shodlik, orzu, ne'matlar orqamda qelyotdi. Qayg'u, alam, mushaqqat menga qarab kelyotdi. Mana bugun men sendan ayrilaman. Pushaymon va alam bilan ingrab ketayotaman. Xalqni boshlig'uvchi kishilarning eng yaxshisi dono albegi nima deydi? Angla. Bu davlat kelib o'z maylicha yugurab yana ketib qolmasa, qanchalik yaxshi bo'lar edi. O'lim tutmasa, kishi doim salomat yursa, bu baglik ishi nima degan obdan ish bo'lar edi. Agar kishi qerimasdan yashasa edi,
yigitlik kunlar qanchalik go'zal bo'lgan bo'lar edi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Ay to'ldi. Bu so'zlarni qo'ygin. Ey tuz ko'ngil, bundaq so'zlarni so'zlamagin. Hamma kishi kasal bo'ladi, ham yaxshi bo'ladi. Ey qudratlik, bu kasal yolg'iz sang'ili kelgan emas. Nemishqa tilingdan xunuk gaplar chiqadi? Nemishqa o'zingcha ko'nglingni buzasan? Men sening bilan ovunib yuratdim. Buningga e'tiroz bildirayotgandek so'zlaring boshqacha bo'layotdi. Xudoyim yaxshi qilg'ay. Bundaq so'zlarni qilma. Ko'nglimga o'tliq tugun sanma." Oy to'ldining alayki javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ey baxtlik Ali, bu kasalning davosi yo'q, dori izdima. Kimki tug'ilgan ekan, o'lishimi kerak. Nimiki ko'tarilgan bo'lsa, tushishi kerak. Ko'tarilishning tushishi bor. Egizlikning tövini, xushalliqning qayg'usi bor. Ochiqning tatligi. Yana sana mijazim turaqsiz, o'zim o'zgarichan deb bu so'zimni aytgan edim. Bu mening qiliqimni sana tushundirganim edi. Aslida menga ko'ngil bog'lamasliging kerak edi. Men ketaman. Buningga sen shubhilanmagin. Tug'ilgan o'lmaydi desa chimpitmagin. Ishonchsiz deb endi meni so'kma. Dunyoga ishonma. Umi seni tashlab ketadi. Jafo qildi deb sen meni ayblama. Bu dunyo sana mendinmi bakrak jafo qilg'uchidir. G'ofil bo'lma. Mendan keyin senmi o'lasan. Bu dunyoga ishonma. Chimpitib go'l bo'lma. Xizmat ko'rsatmagan cheg'imdala meni qadrlagan eding. Ey Ali, qani sana qanchalik xizmat ko'rsataladim. Mening o'lmikim tilak orzuyim emas. Kelib ketmikim bugulli bo'layotgan ish emas. Men erksiz holatda qiynalib o'lib ketyapman. Chunki tiriklik tilab qutulg'idek yerim yo'q. Yo'q edim, Xudo meni yaratdi, yetishtirdi. Kichik o'g'lon edim, u meni cho'ng qildi. Sedam yuzlik edim, soqol chiqadi. Qora quzg'undek edim, oqqudek chal qildi. Qaddim o'qdek edi, qaddim egildi. Tiriklikim tugidi, vaqt soatim to'shdi. Bilimi kang dona nayt yaxshi aytgan edi. Ey xushchiroy, buni sen angla. Qaysi bosh oqqu qiyofatiga kirsa, u kishi ko'nglini oqqudek oq qilsin. Kimning tuz toldek qaddi pukilgan bo'lsa, u ko'nglini tuzlasin, vaqti keldi. Qora chach soqol oqargan bo'lsa, pistirmida turgan o'limga to'liq hozirlanishi kerak. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytdi. Ey yaxshi inson, buni sen anglag'in. Qora chashning oqarg'ini o'limning elchisidir. U tirik kishiga hayotni azizlashtiradi. Ko'p ne'matlarni yeding, hayot lazzatini tetiding. Ko'p bexastalik qilma, endi senimi o'lim yeydi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: Ey oy to'ldi, oldirma, sabr qil. Kasallik keyin gunohlaring uchun badal bo'ladi. Kasal bo'lganlarning hammasi o'ladigan bo'lsa, dunyoda rizq yeydigan kishilar qolmagan bo'lar edi. Xudo seni bu kasaldan yaxshi qilg'ay. Ruhingni tushirma, xotirjam tinch yot. Ali so'z boshlab duo qildi. Qo'lini ko'tarib Allohdan shifolik tiladi. Xofiliq va alam bilan u yerdan chiqdi. Ko'ngli mayus holda sarayga kirdi.
kambag'allarga ko'p mol dunyo ulashtirdi. Uningga foydasi bo'larmikin deb o'yladi. Agar kumush o'limdan saqlab qololisi edi, kishilar kumushni o'zi uchun badal qilgan bo'lar edi. İnsan ölümge birer bedel kılalıgan bolsa, el başqurğuchi padişahlar bedel berip ölmegen bolar idi. Qara, Aytoldining kesili ig'irlashdi. Ümidsiz bolup jinidin qo'lini yuvdi. Ökünüp dedi. İst hayat, seni behuda ötkizdim. İst güzellik. G'aflatda ömür kechirdim. Yigitlikimni behuda ötkizib etdim. Men özüm hayotga qarab qaçqan bir qaçaq edim. Ajal tutib beyip mangdi. Sözümning nima foydasi bor? Oshko'zlik bilan dunyo melini to'pladim. Mal dunyo qelyotidi. Bugun yo'qsizlik bilan ketyapman. Qo'l va tilimni ortiqcha uzatgan edim. Endi o'lim kelib tutdi. Mana nafsimni qisdi. Aytoldi, shundoq o'kindi, ko'p yig'ladi. O'kinishi o'limga foyda bermadi. Bu inson o'g'li nima degan ojiz ha? Tiriklik kunlarini tiliginidek o'tkazolmaydi. İnsan tilikiga erishsa hayot yashayamaydi. Hayot bo'lsa tilikiga yetanmaydi aytana. Azroq yaxshilikqa yetishsa o'zini unutuydi. So'zini yeşil ko'ktin ustun chaqlaydi. Martaba qazansa mag'rur, ko'rang bo'lib oladi. O'lim tutqanda uyg'onadi va o'kinch bilan o'ladi. Yeb to'ysa qiliqlari bug'rodek bo'ladi. Agar qarni ochsa bilib turib zaharni yeydi. Kulfatdan qochadi, rohatga agishidi. So'yginiga yetadi, yetgandan keyin yana voz kechadi. Aytoldi, o'kindi. Cho'nqur tinib aytdiki, men to'g'ri yo'limni yo'qotdim. Bu oltin kumushlarni nima uchun to'plagan bo'g'iydim? Nemishqimi kambag'allarga ulashtirib bermadim? Bu yaxshi ishlarni nima uchun tashlab qo'ydim? Gunohsiz kishilarni nima uchun aybladim? Burulla jimi yaxshiliklarni qilishim kerak edi. Ular keyin menga shubhasiz foydali bo'lar edi. Bugun bu o'kinishlarimning nima foydasi bor? Ölüm tutdi, nafsim bilan sözümni kesdi. Ötkür közlük, kishiga sodiq, to'g'ri so'zlik nima deydi, angla. Bütün nafas og'uchilar uchun o'lim bir eshikdir. Hayot yurganlarning hammasi bu eshikka kiradi. Hayot nima-yu, o'lim nima? Qayoqdan keldim, qayoqqa yo'l oldim? Nemishqi o'lish uchun tug'ildim. Yig'i ko'rish uchun nemishqi kuldim. Dunyoda o'limdan qattiq nima bor? Har bir tug'ilgan kishi shundoq deb o'ladi. Buningga taqlid qilib shoir shu so'zni aytdi. Buning ma'nosini tushunsa, kishining ko'zi ochiladi. Dunyoda o'limdan qattiq nima bor? O'limni o'ylasang, barliq lazzat ketadi. Ölüm, tüvi ve çeki yok bir dengizdir. Sınçılap qarasan, tüvi yok çoğunqurluqtur. Ölümni bilgüçi özü g'aflatga tushsa, ölüm tutqanda söz bilen birer nap alanmaydı. Halavetga berilib g'aflatga tushganlar, ölüm tutqanda uyg'onadi-yu, amal qilishga kuch yetmaydi. Nurg'un mal dunyoga to'ymagan ko'zi och kishi ajal kelganda pushaymon qiladi, chora qilolmaydi. Mag'rur kishi o'tkinchi davlatiga shodlanib mag'rurlanadi. Bo'z yer qetig'iga kirganda yurakini pora qiladi. Shodliqlarga ovunib kulguchilar
Yig'lashqimi tayyorlang'uliq, ey o'lguchi inson. İdraklik va bilimlik kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilinsa foydasi tegadi. Oxiratda o'ziga yaxshi o'rin tilguvchi har ikki dunyoda yomonlik qilmasin. Ey xushbe'il kishi, yomonlik qilma. Bugun so'zing va harakatingda yaxshilik qilgin. Bu oy to'ldi, o'kinib ko'p yig'ladi. Amdiki o'kinishi foyda bermadi. Kambag'allarga oltin kumushlarini ulashtirib berdi. Qarindoshlarga ko'p vasiyatlar qildi. Ko'zini ko'kka tikib dediki, ey egam, men sendan boshqa bir tangrini bilmadim. Meni yaratding, yetishtirding va o'stirding. Bu sening fazling edi. Buni tushunaman. Men o'zimni sana sig'ingan edim. Mana bu ajal keldi. So'zimni kesdi. Qutulg'idek yerim yo'q. Ho'shimni yo'qotdim. Endi sening rahmeting yordamchi bo'lsin. Nodonlik bilan ko'p yomonliklarni qildim. Ey aziz Tangrim, mehri shafqat bilan meni kechirgin. Est hayotim behuda o'tdi. Est zamonimni va baglikimni boshqa o'tkazib etdim. So'zini tugatdi, bir oz o'ylanib turdi va o'g'lini ko'rib ko'z yosh iqitdi. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.